yashil makon ketyapti. Bu siyosat darajasiga chiqdi. Har bitta oila avvalo o'zimizga mana hamma o'zimizda mana qolib biza ani changi ketyapti, mana bu changi ketyapti, havo ifloslanib ketyapti. Daraxt bo'lmagandan keyin ifloslanadi. Ifloslanadi. Shuning uchun har bitta xonadon o'ntdan mana shu yo'lni qo'shni mahalladagilarga aytsak, xudo xolasa, juda bo'lsa katta ko'chalarda o'zimizning uyimiz tagiga ekib qo'ysak, mayli nima daraxt bo'lsa ham. Mayli-da. Mevalimi, mevasizmi, lekin uni o'stirishga ham qarash kerak. Ketidan. Vaqtiga suvni quyib, Bu yerda 5000 atrofida ekish kerak ekan. Shunaqami? ha, 5000 tutdan oshib 5060 tutga ekish kerak ekan. Bu kichkina sifra emasku. mana ekib qo'ydim yani. Bu ham bo'lish daraxt. Endi Manzara. Lekin buni gazoni bor. ha, gazoni bor. Bu changni ushlab turibdi. Ha, Mana buni sepada mahallaga ha, mamlaga nazar bo'ldi. O, mana pastda ham. Nima joy beramiz?